Keyin 2 haftadan keyin уже ular haqiqiy rezultatni ko'rishi mumkin. Yo'q, siz hozir savolingiz o'zi xatoda. Labda sразу моментальный effekt bo'lmasligini o'zi xato. Chunki qilingan vaqtda o'zida labda chiroyli forma bo'ladi. Labi endi filler u naполнительный to'ldiradigan narsa bo'lgani hisobiga biz forma qilib uni qo'yib chiqamiz. No qilingandan keyin u birinchi marta qildirgan narsasi filleri 3-4 kun yoki 1 haftadan keyin 50% so'rilib ketadi. Qilingan vaqt отёкli holatini ko'radi labini. Keyin 2 hafta o'tgandan keyin reabilitatsiya bo'ladi, keyin uni 50% qaytib ketadi, 50% qoladi. Ko'pchilik patsientlar qo'rqadi 1 mg kelib sразу olishga. Men aytaman, sразу overing 1 mg bu so'rilib ketadi organizmingizga birinchi marta desam, "Yo'q, menga katta bo'lib ketishi kerak emas" deydi. Shuning uchun ko'pchilik qizlar qo'rqadi, lab qildirib bo'lgandan keyin biz ham anesteziya qilganimizning hisobiga lab qanaqadir katta bo'lib ketgandek ularga tuyuladi, lekin unaqa ishib ketmaydi. No отёклari ketgandan keyin lab естественно bo'lib qoladi. O'shaning uchun qizlar bemalol birinchi protsedurada 1 mg filler olinglar qo'rqmasdan. 3-4 kundan keyin organizmga увлажнение uchun so'raladi, отёкlar ketadi, ila-bila естественно chiroyli bo'lib qoladi.